Yuzda quvonch, dilda ishonch, yaxshi niyat ila qo'lingni och. Aynan shu obrazdagi meykap jarayonini ko'rib chiqish uchun dilim saloniga tashrif buyurdim. Bugun sizni go'zallik va o'ziga ishonch uyg'unlashgan jarayonga olib kiraman. Dilim salonida har bir obraz oddiy makiyajdan emas, aynan to'g'ri tanlangan uslubdan boshlanar ekan. Avval teri tayyorlanadi, chunki mukammal meykap sog'lom va toza bazadan boshlanadi. So'ng yuz tuzilishiga mos ton, yengil kontur va yuz ifodasini yanada chiroyli ko'rsatadigan detallarga o'tiladi. Ko'zlar obrazning eng chiroyli qismi, shu sabab har bir rang, har bir chiziq mijozning ko'rinishi va kayfiyatiga mos tanlanadi. Kelinchagimiz 2008-yil bo'lganlari bilan o'zining eng unutilmas kuniga tayyorlanmoqda. Har bir kelinchakning orzusi o'sha kuni o'zini eng chiroyli va eng baxtli his qilish va bu jarayonni dilim saloni boshlab beradi. Yuzga nafis meykap, ko'zlarga nozik urg'u, har bir detal esa kelinchakning go'zalligini yanada ochib beradi. Ko'rib turganinglardek, bu shunchaki bezatish emas, obraz yaratilyapti. Tabiiylik, nafislik va kelinchakka xos joziba bir nuqtada jam bo'lyapti. Va mana, ko'zgudagi aks endi shunchaki qiz emas, o'zining eng go'zal kuniga tayyor bo'lgan kelinchak. Agar sizni ham muhim kuningiz unutilmas bo'lishini istasangiz, dilim saloniga murojaat qiling.